Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan birgalikda Erkino Play kanali bugungi video tezroq boramiz. Video rolikimizda kalmar o'yinini o'ynaymiz, ya'ni Istiqbolboy Runavoy o'yinida. Ya'ni Istiqbolboy Runavoy kalmar. Vashi ikkalasi ham axir, lekin kelib qoldi. Xullas, agarcha siz tayyor bo'lsangiz, men bugungi video rolikimizni boshladim. Albatta do'stlar, bu yerda eng zo'rlardan biri egasi emas, praktika qo'yamiz. Eng zo'rlardan biri, eng hard rejimidan ham zo'r. Hazırlashaman do'stlar. Boshida sinovligi uchun hech kim menga tegina olmaydi, shuning uchun shu rejimda bosib ko'ramiz. Hech kim menga tegina olmaydi. Xo'p, kiramiz unda. Pog'nali do'stlar. Mana gamedagi nechinchi raqam? 4 o'rta eng bosh qahramon. Albatta bu yerda ham bu bosh qahramon deyarli. Mana kelyapti, onasi kim ekan, qani ko'ramiz hozir. Voy dod. Onasi bu ekan-u. Bu ham bosh qahramon desang bo'ladi, ya'ni qarab turadi, ya'ni qizil ko'k deb. Shu bo'lishi ham aniq edi. O do'stlar, kitobida ham hattoki kalmar o'yini haqidagi narsalarni o'qib turar ekan bu yerda. Polni dizayni kalmar haqida ekan, qani unda ko'ramiz. Yutolarkanmi yo'qmi? Xo'p, o'rgatyapti menga bosib. Nima sen ham bilardim, yaxshi shoxda ekan. Mana polni dizayni. Mana uychacha qizil ko'k rangda, xuddi kalmarga tushib qolgandek his qilyapman o'zimni. Vashi yaxshida hamma joyini ochib ko'ramiz, qani nimalar bor ekan. Necha minut qochib ketarkanim bu yerda. Yaxshi, bu yerlarda hech balo yo'q. Anurga bor deyapti. Bu yerlarni ko'raylik. Foto o'zgarmabdi, o'zgarish yo'q. O'zimni xonamda zaratchik chiqishi bu kamdan kam noyob hollarda bo'lishi mumkin-da. Xo'p, ketdik. Bu yerlar hamma ajoyib tursa, mana qo'ng'irog'ini bosdi, ya'ni onasini chalg'itish uchun yaxshi bosdik. Aytgancha telefonda o'ynayapman, sababi kompyuter uchun bunaqa modlar yo'q, ya'ni topish qiyin yoki topishga ham harakat qilib ko'rmadim to'g'ri. Lidiga topdim va dalshi telefonda ketdim. Xo'p do'stlar, bu yerlarda aytgancha nimaga yasinib o'tiraman mana. Bu praktika rejimida hech kim meni ko'rmaydi aytgancha. Xo'p, yuzni tiqamiz, ketamiz bu yerdan. Aytganimdek, praktika rejimida ko'rmaydi meni. Nima yasinib turibman mana. Mani vashi sezmaydi, shuning uchun yashinishgani hozir. Dalasi ham mana qumli joy ekan, vashi. Mana bizni brat yoniga keldik, kuchukni yoniga. Kuchukni yonida nima bor shuni ko'rib olaylik, keyin go'shtni qo'yamiz. Hoppa, tashqarilar mana vashi chotka bo'lib. Do'stlar, aytgancha agarda videomiz qisqa bo'lib qolsa, ham tezroq qochib qo'ysam deyman-da endi. Tezroq qochib qo'ysam, aytganimdek yoki aytmagandim, avatar ham bor-da bu o'yin, ya'ni Istiqbolboy Runavoy avatar degan. Avatar degan bilsanglar kerak, ekraninglarda chiqarib qo'yaman. Xullas, o'sha nima deydi, uni mavjudotmi xullas. O'sha avatar Istiqbolboy, shuni ham o'ynab ko'ramiz. Lekin oxirgacha emas, chunki menga yoqmagandi. Boshida o'ynab ko'rdim. Xo'p, kuchuk bratdan olamiz mana uni. Atorkam. Bizga atorka kerak bo'ladi. Bu yerlar ochilmaydi, atorka. Конечно, ochilmaydi bu yerlar. Agarda qisqa bo'lib qolsa, o'ynab ko'ramiz. Biroz ko'paytirish uchun videomiz minutini. Ularni ham ocholmadik. Mashina uchun esa kalt kerak. Endi uyga ketamiz. Bu eshikka yopiq ekan. Biz bu yerdan emas, mana bu yerdan kelgandik shekilli ko'hnadan. Bu yerga kiramiz va mana uni ochish kerak. Ichida nima bor ekan? Lampochka bor ekan ichida do'stlar. Lampochkani olamiz. Olgandan keyin bu yerga qo'yish kerak. Oldin bu yerni kalitini topish kerak do'stlar. Mana dadasini xonasiga ham keldik. Dadasi kim ekan aytgan? Ana bizga kerak eng xo'jayin bo'ladi. Tezroq chiqib ketamiz. Hoppa, kalitni ishlatamiz mana bu xonaga. Lampochkani qo'yamiz. Va videoni bu yerda nimalar bor ekan? Aytganimdek, telefonda o'ynayapman, kiryapman do'stlar, dalshi. Nimadir mix chiqdi. Nima kerak bilmayman. Unga latta kerak edi, bu yerda yo'q ekan latta. Do'stlar, tualetdan chiqib ketamiz albatta. Hoppa, latta olamiz. Mana latta bu yerda ekan, latta har xil joyda bo'lishi ham mumkin ekan, bilmabman. Boshqa narsa yo'qmi endi?
Da boshqa narsa ko'rmayapti. Endi menimcha boshqa narsa yuftali yo'q bo'lsa kerak. Ana endi lattani mana bu yerga tiqamizda. U nima deydi, quladigan. Ana uni solamiz ichiga. Va buni aylantirib qo'yamiz. Bu yuvilursincha, keyin esa boshqa ishlarimizni qilib turamiz. Tak yaxshi bu yuvilyapti. Endi xonasini polnida tekshirib chiqish kerak. Svit yoqib. Svit yoqsa ham hech narsa qilmaydi, chunki bu praktika rejim aytganimdek. No hech qisi yo'q. Boshlanishda bo'ladi praktika rejimi. Sababi qanday qochishni bilmayman va avval o'ynab ko'rmaganman bu o'yinda. Harakat qilib ko'rmaganman va shuncha albatta praktika rejimi ham hozirchalik yetadi. Hop, bu yerlarda hammasi joyida. Hop, yaxshi hakka ko'rib o'tiribdi ekanda. Qo'ydi ham ko'rmaysan, ne hakka ko'rasiz. Squid Game'dagi ana xo'jayingiz xullas o'sha. Bu yerlarda hech bola yo'q. Ha, o'sha ekan topdim. Qo'qora nima ekan debman bu. Okey, bilganingizni qiling. Okey, ana kalit topdim-ku, shuni ishlatamiz mana aptechkaga. Bu yerdan batareya chiqdi. Batareya radioga ketayotgancha. Tak, bu yerdan esa bizga mayli onasini ham tekshirib chiqaylikchi. Onasini emas, xonasini. Onasi emas, anori oshxona. Oy, ajoyib. Shay-u. Okey. Tekshirib chiqamiz do'stlar. Yaxshi do'stlar, mana oxirgi qol o'y sindirib o'rdim. Uni hech qilmaydi mana. Hamma joyini ham tekshirdim, topadiganimni topdim. Mana eng kerak narsa. Nima edi? Oxirgi narsa desang bo'lar. Nima edi? Shuni nomi bilganlar yozarsin. Xullas, o'sha topdim aylo, turibdi aylo. Xullas, ismini bilmayman. Chunki o'ynaganman. Men shunga ishlatdilar kerakchi. Degan endi nima qilish kerak hozir biroz o'ylab olay. Xo'p, buni qo'ydik. Endi qanday bosqichlar nega bosmayapti? Kod nechi bo'lishi mumkin? Sizlar bo'ldi. YouTube'dan qarab keldim. Boshlanishiga bo'ladi. Hamma ham o'zini YouTube'da so'ramaydi, shuning uchun bitta kodni qayerdan topish kerakligini YouTube'dan qaradim. Qolgan narsani o'zim topib tashaman. Bunga zaryadnik tiqish kerak hozir. Uni yopib yubordim tak. Zaryadnik tiqdim, mana endi bu ochiladi. Tak, buni kodi necha bo'lishi mumkin? Xo'p do'stlar. Buni kodini bilmayman, shuning uchun skip pasport bosam, ya'ni pasport termasini yutib ketaman. Pasport mana shu yerda ekan do'stlar. Tak, pasportni topib oldim. Kodi 5952 ekan. O'sha yerga borib terib olamiz. Tak, kodni topdim. Okey. Qayerga borsam mana bu yerga. Tak, 59. Qanday terlaymi? Terib bo'lmoqda nima deyapti do'stlar? Tak, hop, hozir bir daqiqa o'chirib yo'qamiz yana. Qo'shmilarda ana o tekryush mashinasiga soldim-ku, latta nima uchun kerak? Shu uchun kerakdir. Ustida kiragan keyin. Yugurib sразу ustini artib olamiz. Ana endi va marra bizniki ustini artdik. Ana endi tezda kodda teramiz. 59 menimcha. Open bosamiz. Open close tak. Open. Menimcha bo'ldi open. Koddan chiqamiz. Ana endi sразу yuguramiz. Hoppa, open bo'ldi shekilli. Yugurdik. Eshik ochilmaydi, keyin nima qilamiz? Derazadan chiqib ko'ramiz. Hoppa, derazadan chiqib oldik do'stlar. Ana endi yuguramiz. Yugurish uchun nima qilish kerak? Bobik seni o'tirib tur, men ketdim. Xayr, qochib ketdim do'stlar. Mana eshik ochiq ekan. Bo'ldi, ish bitdi, bo'ldi, o'tib bo'ldim. Men ana shu eshikdan qochish o'zini o'tib bo'ldim, qolgan ularni emas. O'yinda 8 ta tugallanish bor ekan, men ikkinchi tugallanishini o'tdim. Qochib ketishni. Men ikkinchi tugallanishni o'tdim. Endi deyapti. Xullas do'stlar, agarda sizga video yoqqansa videoga like bosganlarga obuna bo'lib qo'ying. Shu va shunga o'xshash videolarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta obuna bo'lib qo'ying, yana aytaman. Chunki obuna bo'lsangiz albatta uni ikkinchi qismi chiqadi, ya'ni do'stlar, keyingi safar boshqa tugallanishini sinab ko'raman. Albatta praktika rejimida emas, EAC rejimida yoki normal, xullas qaysidir rejimida keyingi safar sinab ko'raman do'stlar. Keyingi safar albatta o'ylaymanki o'ta olaman.
Bu safar sinov uchun praktika rejimida qilgandim. Xullas, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga xoyr.